Global iqtisodiyot sharoitida energiya resurslari masalasi har bir davlatning strategik kun tartibiga aylanmoqda. Aholi sonining o'sishi, sanoat hajmining kengayishi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida resurslarga talab yil sayin ortib boryapti. Buni energiyani ko'proq ishlab chiqarishning o'zi yetarli emas. Tejash, samarali boshqarish va undan oqilona foydalanish taraqqiyotning muhim mezoniga aylanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasiga qaralsa ham energiyani tejash iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, xarajatlarni qisqartiradi, ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi va aholi farovonligini oshiradi. Shu ma'noda mamlakatimizda ham mazkur yo'nalishda tizimli va uzoqni ko'zlangan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, shu ishlarning davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjat nafaqat sohadagi bugungi vazifalarni belgilab bermoqda, balki kelgusi taraqqiyot uchun mustahkam institutsional va texnologik poydevor yaratmoqda. Oldingi davrlarda mamlakatimizda, ayniqsa olis hududlarda elektr energiya uzilishlari ko'p bo'lardi. Tabiiy gaz yetishmovchiligi. Endi biz oldimizga davlatimiz rahbari mamlakatdagi har bir fuqaroga samarali hamda sifatli, uzluksiz energiya resurslarini yetkazib berish bilan bir qatorda ushbu energiya resurslaridan iqtisodiyotda ham oqilona foydalanish, har bir sarflanayotgan resurslardan qo'shilgan qiymat yaratish, resurslarni samaradorligini oshirish bo'yicha juda ulkan vazifalar qo'yib berganlar. Olib borilgan o'rganishlarda O'zbekistondagi binolarning 1 kvadrat metr maydoniga yiliga o'rtacha 350 kilovatt-soat energiya resurslari sarflanishi hisob-kitob qilindi. Bu ko'rsatkich boshqa mamlakatlarga nisbatan juda yuqori. Yevropa mamlakatlarida bu ko'rsatkich 95-100 kilovattni tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha farmonda bir qator vazifalar belgilab berildi. Xususan, joriy yildan boshlab har qanday qurilish, ta'mirlash ishlarida energiya samaradorlik tadbirlari ustuvor vazifa etib belgilanyapti. Hurmatli Prezidentimiz ushbu farmonida byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetasidagi 4-guruh xarajatlarini kamida 5% miqdoridagi qismi ushbu tashkilotning, ushbu idoraning energiya samaradorligini oshirish tadbirlariga yo'naltirish majburiyligi belgilab qo'yildi. Hujjatda 2026-yilda 4,3 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi va 2,8 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish belgilanmoqda. Bunga iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarining samaradorligini yanada oshirish, energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish orqali erishish ko'zda tutilgan. Mazkur farmon bilan 2026-yilda energiya samaradorligi bo'yicha amalga oshiriladigan dasturlar hamda aniq chora-tadbirlar asosida 2,6 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi va 932 million kub tabiiy gaz tejashning respublika hududlari kesimida iqtisod qilish hamda yirik sanoat korxonalarida bir-birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan energiya resurslari miqdorini kamaytirish hisobiga 1,6 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi va 553 million metr kub tabiiy gazni tejash bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasini tasdiqlash belgilangan. Shuningdek, yirik quyosh va shamol elektrostansiyalarida qo'shimcha ishlab chiqarilgan 4,3 milliard kilovatt-soat yashil elektr energiyasini ishlab chiqarish hisobiga 1,3 milliard metr kub tabiiy gazning bilvosita tejalishiga erishiladi. Umuman, mazkur farmondan iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishi hamda energiya resurslaridan xalqimiz farovonligi yo'lida oqilona foydalanish maqsadlari ko'zlangan. Farmon bilan 2026-yilda energiya resurslarini iqtisod qilishning maqsadli ko'rsatkichlari va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Yo'l xaritada binolarni energiya samaradorligi toifalarga ajratish tizimi, nol energiya sarfi binolar konsepsiyasini hamda oq sertifikatlar tizimini joriy etish va boshqa masalalar ko'zda tutilgan. Hujjatning yana bir ahamiyatli jihati endilikda yangi quriladigan binolarning loyiha hujjatlarida tabiiy yorug'likdan samarali foydalanish hamda aqlli isitish, sovutish va shamollatish tizimlarini joriy qilish ko'zda tutilmoqda. Uzbekistan is addressing this and very decisively.
O'zbekiston bugungi kunda energiya samaradorligi bo'yicha ulkan maqsadlarni real natijalarga aylantirish masalalarini juda qat'iy hal qilmoqda. Prezidentning so'nggi farmoni bilan yo'nalish qayta tasdiqlandi va aniq bo'ldi. Bu 4 milliard kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi va taxminan 3 milliard kubometr gazni tejash imkonini beradi. Bu juda ko'p. Arzon energiya farovonlikni ta'minlaydi. U o'sishni, raqobatbardoshlikni va yaxshiroq yashash sharoitlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bunda maqsadlarning o'zi yetarli emas va haqiqiy murakkab rejalarni keng ko'lamda amalga oshirishdir. Ishni ta'sir eng yuqori bo'lgan joylarda, binolarda boshlaymiz va bu turar joy binolari, maktablar, klinikalar, ularda resursni 40% gacha tejashga erishiladi. Bugun biz barcha viloyatda 190 ta turli binolar bilan sinov bosqichida ish boshladik. Uning asosiy qismi shu yilning yoz faslida tugallanadi. Bularda energiya sarfi va xarajatlar kamayadi, qulaylik yaxshilanadi va bu faqat boshlanishi. Biz hukumat darajasida strategik maslahatchi sifatida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan hamkorlikda Milliy energiya samaradorligi agentligi bilan ishlayapmiz. Biz strategiyadan amalga oshirishgacha bo'lgan xalqaro eng yaxshi amaliyotni mahalliy tajriba bilan birlashtiramiz. Korxonamizda umumiy 3,5 ming yaqin ishchi xodim ishlaydi. Yillik eksport hajmimiz 25 million dollar tashkil qiladi. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga yaratib beriladigan sharoitlar va hukumat qarorlari asosida elektr energiyasini tejash maqsadida hamma boyoqxonamizning ichidagi dastgohlar va texnologiyalar invektor orqali ishlaydi va bu energiyani o'rtacha 3-4% gacha tejab beradi va undan tashqari hamma joyda, butun korxonada, biz boshqa hududdagi korxonalarimizda ham yoritish chiroqlari asosan LED lampalar, shuning uchun bu ham qaysidir ma'noda elektr energiyani tejab beradi va bizni shu har bitta loyihamizni ichidagi katta dastgohlarga va texnologiyalarga toklar kabel orqali emas, basfar tizimi orqali qurilmalarga to'klangan. Bu ham ya'ni shu aytib o'tgan umumiy hisobda 3% dan 5% gacha yillik elektr energiyani tejab beradi va umumiy hisobda yillik hisobida qaraydigan bo'lsak 60 ming kilovat elektr energiyasini iqtisod qilayotgan bo'lyapmiz. Va undan tashqari bizda ijtimoiy loyihalarimiz bor. Klinika, maktab, bularda ham quyosh panellarini o'rnatganmiz. Bu ham bizga elektr energiyasini tejab berish uchun samarali ish beryapti. Farmonga muvofiq har yarim yilda iqtisodiyotning energiya sig'imini hisoblash va e'lon qilib borish amaliyoti joriy qilinadi. Shuningdek, iste'molchilar turlari kesimida energiya samaradorligi bo'yicha etalon ko'rsatkichlar joriy qilinadi. Energiya iste'moli hajmidan kelib chiqib, ularning reytingi shakllantiriladi. Ijobiy ko'rsatkichlarga erishganlar rag'batlantiriladi. Thank you so much for giving us the opportunity to speak about the presidential decree and its reforms agenda. We would like to thank O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga energetika sohasini transformatsiya qilish borasidagi qat'iy irodalari, sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yaratib berayotgan beqiyos sharoitlari va shaxsiy ko'maklari uchun chuqur minnatdorlik bildiramiz. Aynan mana shunday yuksak e'tibor va ochiqlik siyosati biz kabi yirik investorlarning O'zbekistonga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Biz tomonimizdan ishga tushirilgan 1,5 gigavat quvvatga ega issiqlik elektr stansiyasi 60% foydali ish koeffitsiyentiga ega. Bu eski stansiyalarga nisbatan gaz sarfini 2-3 barobarga tejaydi va atrof muhitga chiqariladigan chiqindilarni keskin kamaytiradi. Shuningdek, hozirda jami 6 gigavat quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari va 2.4 gigavat hajmdagi energiya saqlash tizimlarini barpo etmoqdamiz. Bizning loyihalarimiz nafaqat markaziy hududlarni, balki mamlakatimizning eng chekka nuqtalarini ham qamrab olgan. Masalan, Qo'ng'irot hududidagi yirik shamol elektr stansiyasi loyihasi olis hududlar iqtisodiyotiga yangi nafas olib kiradi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham tizimli ishlar olib boryapmiz. Energetika vazirligi tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun 20 megavat quvvatli tom usti quyosh panellari va energiya saqlash tizimlarini o'rnatish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Umuman olganda kompaniyamiz O'zbekistonning umumiy rivojlanish strategiyasi bilan to'liq uyg'un holda ishlaydi. Biz samarali energiya ishlab chiqarish, ekologik barqarorlik va iqtisodiy yuksalish yo'lida yelkama-yelka xizmat qilishga tayyormiz. Hujjatda belgilanganidek, oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan energiya samaradorligi va tejamkorligiga oid amaliy bilim ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan mavzular tegishli fanlarning o'quv dasturlariga kiritiladi. Yoqilg'i energetika tarmog'i korxonalarining rahbar va texnik xodimlari joyiga chiqqan holda qayta tayyorlanadi va malakasi oshiriladi. Oliy ta'lim muassasalari hurmatli prezidentimizning o'tgan yilgi bergan topshirig'i asosida hududlarda 14 ta hududda energiya tejamkorlik va energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy ishlarni boshlab yuborishgan. Hozirgi kunda texnika sohasidagi ta'lim beradigan oliy ta'lim muassasalari talabalarining 25% to'liq dual ta'limga o'tkazilgan.
va ularni olib borilgan izlanishlar natijasida hududlarda energiya samaradorlik bo'yicha aniq bir natijalarga erishilgan. Ushbu farmonga asosan 2026-yil 1-sentyabrgacha barcha oliy ta'lim muassasalari, litsey va texnikumlarda resurs tejamkor texnologiyalar sohasida amaliy ko'nikmalarni shakllantiradigan darslarni o'quv jarayonlariga joriy etish masalasi qo'yilgan. Magistratura mutaxassisidagi kadrlarni tayyorlash bo'yicha aniq topshiriqlar belgilab berilgan. Bunda energiya audit va energiya tejamkorlik sohasidagi magistratura mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha kvotalar sonini 25% ga oshirish masalasi qo'yilgan. Albatta bularning barchasi respublikamizdagi energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha olib borilayotgan bugungi kundagi ishlar uchun yana qo'shimcha yanada yangi imkoniyatlar yaratiladi. Farmon bilan energiya samaradorligi milliy agentligiga qo'shimcha vazifalar yuklatilmoqda. Xususan, agentlik energiya samaradorligi loyihalarini yagona yondashuv va o'zaro hamkorlik asosida amalga oshirishga mas'ul bo'ladi. Shu bilan birga energiya resurslarini tejash tadbirlarining amalga oshirilishini nazorat qiladi va doimiy hisobot kiritib boradi. Energiya samarador qurilmalar, uskunalar va qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo'yicha loyihaviy takliflar tayyorlaydi. Energiya samaradorlik uchun qilinadigan modernizatsiya ishlarida jahon hamjamiyatida ESCO mexanizmlari qo'llaniladi. Bu nima degani? Bino inshootlarida modernizatsiya qilish hisobiga sarflanilayotgan energiya resurslarida tejalishga erishiladi. Qilingan xarajatlar esa ushbu tejalgan energiya resurslar qiymati hisobidan qoplanadi. Bu amaliyot butun dunyoda ishlaydi. Hurmatli prezidentimiz ushbu mexanizmning huquqiy asoslarini mazkur farmonlari bilan belgilab berdilar. U mexanizmni ishlatish uchun eski mexanizmlari asosida faoliyat yurituvchi korxonalarni mamlakatimizga jalb qilish, ular uchun mamlakatimizda bozor shakllantirish, ushbu mexanizmlarning huquqiy asoslarini belgilovchi normativlarni ishlab chiqish, qonunchilikka o'zgartirish kiritish, ESCO tamoyillari asosida faoliyat yurituvchi chet el kompaniyalarini binolarni modernizatsiya qilish uchun, yangidan qurish uchun, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagani uchun qilingan xarajatlar kafolatlangan tarzda agentligimiz tomonidan qoplab berilishi yo'lga qo'yildi. Energy efficiency refers to the ability Energiya samaradorligi O'zbekiston aholisining hayot sifatini yaxshilashga imkon beradigan barqaror yechimni taqdim etadi. Chunki insoniyatning har bir sohasida, xoh binolar, xoh transport, sanoat yoki energiya ishlab chiqarish bo'lsin, samaradorlikni oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjud. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hukuomati barqaror rivojlanishni ilgari surish bilan shug'ullanuvchi xalqaro hamjamiyat va tashkilotlar bilan hamkorlikda ushbu masalani tizimli ravishda hal qila boshladi. Hozirgi qo'shma tashabbusimiz O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirishga, yangi innovatsion vositalarni joriy etishga qaratilgan. Maqsad davlat sektori binolarida energiya xizmatlari kompaniyalari va energiya auditi tizimlarini joriy etishni rag'batlantirish orqali yangi asos yaratishdir. Bu energiya xizmat bozorlarini, xususan energiya tejash loyihalariga xususiy investitsiyalarni kafolatlangan daromad bilan jalb qiluvchi ESCO energiya kooperatsiyasi mexanizmlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu siyosat faqat resurslarni tejashga qaratilgan emas, u barqaror rivojlanishni rag'batlantirish, uglерод chiqindilarini kamaytirish va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Farmon asosida energiya iste'molini hamda samaradorlik ko'rsatkichlarini katta hajmdagi ma'lumotlar, biznes tahlil va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tahlil qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida tamomila yangi nazorat mexanizmi joriy etilyapti. Ya'ni maqsadli parametrlar va tadbirlar ijrosi ustidan nazorat energiya tejamkorlik platformasi orqali amalga oshiriladi. We are very pleased to participate. Mazkur hujjatning muvaffaqiyatli qabul qilingani soha rivojida yangi bosqichni boshlab beradi. Xitoy tajribasi shuni ko'rsatadiki, energiya tejamkorligi siyosati iqtisodiyotning barqaror yuksalishi va milliy strategiyamizning yuqori sifatli rivojlanishini ta'minlovchi eng mustahkam ustundir. Ushbu siyosatni samarali amalga oshirishda davlatning qo'llab-quvvatlashi, jamiyatning faol ishtiroki hamda raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalar joriy etish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bugungi kunda yetakchi investor sifatida shuni alohida faxr bilan ta'kidlaymanki, Prezident Shavkat Mirziyoyevning bevosita ko'maklari va xorijiy investorlar uchun yaratib bergan keng ko'lamli qulay shart-sharoitlari tufayli biz bu yerda yirik loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqdamiz. Amaliy ishlarimiz natijasida 1.3 gigavat quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi va 1 gigavat quvvatli energiya saqlash tizimlari barpo etildi.
yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2,4 milliard kilovat soatga yetishi kutilmoqda. Eng muhimi, bu orqali yiliga 560 million kub metr tabiiy gaz tejaladi va atrof muhit muhofazasi ta'minlanadi. Mana shunday istiqbolli siyosatni shaxsan ilgari surayotganlari va biz kabi investorlarga har tomonlama yelkadosh bo'layotganlari uchun prezidentga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman.